Yo, qarindoshlar, bu umuman sizlar o'ylagan narsa emas lekin. Xitoyliklar yokida yapon xalqi har xil energetiklarning o'rniga mana shunaqangi yap-yashil mocha, ya'ni matcha choyini ichishadi. Bu sizni energiya bilan boyitib beradigan matcha choyini tayyorlash usuli o'zgachadir. Aynan mana shu matcha choyini siz bilan biz g'atimda buni sinab ko'rish kerak deb turib tayyorlash uchun Xitoydan imminni matcha choy tayyorlaydigan narsalaridan zakaz qildim qarindoshlar. Ming afsuski, bu matcha choy biza biladigan ko'k choyga o'xshab oddiygina damlanadigan choy emasdi. Buni o'zini shunaqa tayyorlaydigan maxsus allambalo narsalari bo'lar ekan qarindoshlar. Shunda tayyorlash kerak ekan. Xitoy va yapon xalqini aytish bo'yicha imminda mana shu narsalarda tayyorlamasangiz matcha choy o'xshamas ekan. Bu esa o'sha mashhur matcha choy qarindoshlar. Buni hidi shunaqangi mazali, lekin ko'rinishi xuddi nosvoyga o'xshaydi ya. Qarindoshlar, matcha choyni faqatgina originali mana shunaqangi yam-yashil ko'rinishda bo'ladi. Matcha choydan kerakli miqdorda kosachaga sovola ekanmiz-da. Uni ustidan kipitok quyib, mana shunaqangi maxsus ko'pirtiradiganida yaxshilab erinmasdan ko'pirtirar ekanmiz. Shuni kapuchinatorda ko'pirtirsa bo'lmasmikan? Yaxshilab aralashgandan keyin ustida ko'pigi paydo bo'lgandan keyin bemalol ichish mumkin. O'zini ham ichsanglar bo'ladi, lekin uni sutga qo'shib ichadigan bo'lsanglar, shunaqangi mazali bo'ladi. Bu matcha choy aytib o'tganimdek sizni energiyaga boyitadigan, uyqungizni qochiradigan choy hisoblanadi. Faqatgina ogohlantiraman, ko'p ichadigan bo'lsanglar rostdan umuman uxlatmaydi. Ofisimizga bir mehmon bo'lib kelsangiz matcha choy qilib beraman deb qo'llarim bilan.